Eronga qarshi urush tufayli Trampning ma'qullashi ikkinchi muddatga eng past darajaga tushdi. Eron parlament so'zlovchisi AQShning Eron portlariga qarshi joriy etgan dengiz blokadasini havaskorona va ahmoqona deb baholadi. AQSh esminesi Eron bayrog'i ostidagi yuk kemasiga o't ochdi. Gitler yetarlicha o'ldirmadi. Kiyevlik otishmachi yahudiylarni yo'q qilishni xayol qilgan. Ommaviy axborot vositalari. Assalomu alaykum. Muhim 24 bugun kun davomidagi eng muhim va so'nggi xabarlar bilan sizni tanishtirishni boshlaydi. Eronga qarshi urush tufayli Trampning ma'qullanishi ikkinchi muddatdagi eng past darajaga tushdi. NBC News telekanalining yangi so'roviga ko'ra, AQSh prezidentining lavozimini ma'qullash reytingi ikkinchi muddatdagi eng past ko'rsatkich, ya'ni 37% ga tushdi. Bunga uning Eronga qarshi urushdagi rahbariyati sabab bo'lganligi ko'rsatilmoqda. Yakshanba kuni e'lon qilingan natijalar shuni ko'rsatadiki, AQShlik kattalarning 63% Trampning ish faoliyatini ma'qullamagan. 50% esa qattiq norozilik bildirgan. Xuddi shu so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 33% prezidentning urushni boshqarishini qat'iy va qisman ma'qullagan. 67% esa qat'iy yoki qisman ma'qullamagan. So'rov natijalariga ko'ra, urush amerikaliklarni partiyaviy yo'nalishlar bo'yicha bo'lib tashlashda davom etmoqda. Demokratlar va mustaqillarning 82% norozilik bildirgan va respublikachilarning 74% ma'qullagan. Urushga qarshilik ayniqsa yoshi kattalar orasida kuchli bo'lib qolmoqda. Voyaga yetgan respondentlarning 63% AQSh Eronga boshqa harbiy harakatlar qilmasligi kerakligini aytgan bo'lsa-da, 30 yoshgacha bo'lganlar orasida bu ko'rsatkich 74% ga ko'tarildi. Eron parlament so'zlovchisi AQShning Eron portlariga qarshi joriy etgan dengiz blokadasini havaskorona va ahmoqona deb baholadi. Eron parlamenti so'zlovchisi Muhammad Boqir Qolibov AQShning Eron portlariga qarshi joriy etgan dengiz blokadasini havaskorona va ahmoqona deb baholadi. Bu qarorni ketma-ket yo'l qo'yilgan xatolar deb atab uni tanqid qildi. Televizion intervyusida Qolibov Islomobodda o'tkazilgan muzokaralar vaqtida sodir bo'lgan keskin voqeani batafsil hikoya qildi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralar boshlangan paytda AQSh Hormuz bo'g'ozida mina qidiruvchi kemasi yordamida Eron qo'ygan minalarni tozalashga urinayotgan bo'lgan. Eron tomoni buni sulhning buzilishi deb hisoblagan. Biz ular bilan to'qnash keldik va buni sulhning buzilishi deb hisobladik. Agar shunday yo'l tutsangiz, zarba beramiz dedik. Vaziyat mojaro darajasiga yetdi va ular ortga chekindi, dedi Qolibov. Uning ta'kidlashicha, u shaxsan Amerika delegatsiyasiga quyidagilarni aytgan: "Biz so'nggi nuqtadamiz. Agar oldinga qadam bossangiz, zarba beramiz." Shunda amerikaliklar bor yo'g'i 15 daqiqa vaqt so'rashgan. Ular 15 daqiqa vaqt so'rashdi. Ko'p o'tmay esa ularning chiqib ketgani haqida xabar oldim, deya qo'shimcha qildi Eron parlamenti rahbari. Qolibov ta'kidlagandek, hozirda Hormuz bo'g'ozidagi har qanday harakat Eron tomonidan qattiq nazorat ostida bo'lib, agar AQSh blokadasini davom ettirsa, bo'g'oz orqali savdo kemalarining harakati yana cheklanishi mumkin yoki faqat Eron belgilagan yo'nalishlar va ruxsatlar asosida amalga oshirilishi kerak. U hozirgi paytda bo'g'ozdagi harakat bizning nazoratimiz ostida deb qayd etdi. Bu bayonotlar AQSh prezidenti Donald Trampning Hormuz bo'g'ozi ochiqligi haqidagi oldingi bayonotlariga javob sifatida yangradi. Qolibov Trampning bir soat ichida aytgan 7 ta faktlari bo'yicha yolg'on deb atab, ularni rad etdi. Voqea Pokiston vositachiligida olib borilayotgan AQSh-Eron muzokaralari fonida sodir bo'lgan bo'lib, tomonlar o'rtasida keskinlik hali ham yuqori darajada qolmoqda. Hozircha AQSh tomonidan bu voqeaga rasmiy munosabat bildirilmagan. Livanda Isroil askari Iso haykalini vayron qilgani aks etgan suratdan keyin g'azabga minildi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari G'arbning Isroil askari va ko'chmanchilari tomonidan diniy ramzlar va joylarga qilingan hujumlarga nisbatan sukut saqlashini qoralamoqda. Livan janubida isroillik askarning Iso Masih haykalini bolg'a bilan urayotgani aks etgan virusli fotosurat g'azabga sabab bo'ldi. Dushanba kuni bergan bayonotida Isroil harbiylari internetda keng tarqalgan va X'da 5 milliondan ortiq marta ko'rilgan tasvirning haqiqiyligini tasdiqladi. Dastlabki tekshiruvdan so'ng fotosuratda Isroil askarining Janubiy Livanda harakat qilayotgani tasvirlangani aniqlandi. Harbiylar tergov boshlanganini va topilmalarga muvofiq aloqador shaxslarga nisbatan
tegishli choralar ko'rilishini qo'shimcha qilishdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari shuningdek Isroil askarlari va ko'chmanchilarning diniy joylar va ramzlarga qarshi hujumlaridan keyin xalqaro sukutni qoraladilar. G'arb dunyosi jim turganda irqchilar bundan ham battarroq harakat qilishadi, deydi TB. AQSh yeminisi Eron bayrog'i ostidagi yuk kemasiga o't ochdi. AQSh markaziy qo'mondonligi o'zining harbiy kemalaridan biri keyinchalik AQSh dengiz piyodalari tomonidan qo'lga olingan Eron bayrog'i ostidagi yuk kemasiga o't ochganini ko'rsatuvchi videoni e'lon qildi. Markaziy qo'mondonlik ma'lumotlariga ko'ra, boshqariladigan raketa esminesi Eron ko'rfazida AQSh tomonidan joriy etilgan dengiz blokadasini buzib o'tib, Hormuz bo'g'ozi orqali Eronning Bandar Abbos portiga yetib borishga uringan MV Tovuzka kemasini to'xtatib qoldi. Eron rasmiylari blokadani xalqaro qonunlarga muvofiq noqonuniy deb qoralab, bu chorshanba kuni tugashi rejalashtirilgan 2 haftalik sulh shartlarini buzayotganini aytishdi. Eron harbiylari kemani qo'lga olish uchun qasos olishga va'da berdi. Eronning Tasnim axborot agentligi keyinchalik Eron harbiylari AQSh kemalariga dron uchirgani haqida xabar berdi. AQSh esa o'z kemalaridan birortasi hujumga uchraganini tasdiqlamadi. Gitler yetarlicha o'ldirmadi. Kiyevlik otishmachi yahudiylarni yo'q qilishni xayol qilgan. Ommaviy axborot vositalari Ukrainada 6 kishini otib o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs ijtimoiy tarmoqlarda Holokost va qirg'inlarni himoya qilgani xabar qilindi. Shanba kuni Kiyevda 6 kishi otib o'ldirilgan va o'ndan ortiq odam yaralangan ommaviy otishmada gumonlanuvchi ijtimoiy tarmoqlarda yahudiylarni yo'q qilish haqida shikoyat qilgani xabar qilinmoqda. Dmitriy Vasilchenkov ismli shaxs go'yoki yonidagi odamlarga qarata tasodifan o'q uzgan. Keyin esa oziq-ovqat do'koniga kirib olgan va keyinchalik politsiya tomonidan o'ldirilgan. Vasilchenkov 1968-yilda Moskvada tug'ilgan, ammo u Ukrain millatiga mansub bo'lib, 2000-yillarning boshlariga qadar Ukraina armiyasida xizmat qilgan. Xabarlarga ko'ra, u Kiyevga qaytib kelishdan oldin 2015-yildan 2017-yilgacha Rossiyada yashagan. Ukraina axborot agentligi Tarnodo televizionining xabar berishicha, gumondor 2016-yildan 2019-yilgacha faol bo'lgan eski Facebook sahifasida antisemitizm haqoratlari bilan to'la tartibsiz postlar yozgan. Postlarda u yahudiylarni yo'q qilishga chaqirgan, qirg'inlar va Holokostga ishora qilgan. 2017-yil oktyabr oyidagi Yahudiylar va yahudiylik haqida nomli postida Benito Mussolini, Adolf Hitler va Yosif Stalin o'ldirgan, ammo yetarlicha o'ldirmagan deb yozgan. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Muhim 24 sahifalarni kuzatishda davom eting. Videolarimizni like va izohlaringiz orqali qo'llab-quvvatlang. Shundagina bizning xolis axborotlarimiz ko'proq insonlarga yetib borishida o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.